Hürmetli vatandaşlarım, endikilik şeyimizin mazmununa dikkat kılın. Mavzumunda Cungo Amerika oturusida kanun icra qilish jihatda hamkorlashish to'g'risida suhbat kelar hafta maydonga chiqadi. Suhbatga Go'shinkun qatnashadi. Mavzuli xabar 9-oyning 29-kun Vanvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Cungo Cemiyet ve Ma'rifat İşler Söhbeti, Ma'rifat İşleri Söhbeti Amerika Şarq vaqti 28-günü yapıldı. Söhbət zor neticelerge erişti. Belki Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi tunigun mundaq jakarladı. İki davlatning qonun ijro qilish va tor torbat bexatarligi to'g'risida o'tkaziladigan suhbati 10-oyning 4-kuni o'ttirg'i chiqdi. Amerika tarafdan Adliya Ministri Jefferson Sessions ve Devlet Bexatarlik Muvaqqat Ministri Layni Dock yetakchiligida suhbat vakilleri Cungo tarafdan Davlat Mahkamasining a'zosi qo'shimcha Saqchi Ministrligining ministri Go'shinkun vakilligidagi suhbat vakillari umigi suhbatga qatnashadi. İki taraf ötküzüp bir iş, yani cinayetçilerini ötküzüp bir iş. Cinayetçiler zehir tazılaş ve torbat cinayetçileri zehir bir iş cihetlerde hem karılıştı muhakkım. Şu yerge kelgende Cungo Amerika devlet rehberleri məsləhətləşib bekitken 4 yuqarı derecelik söhbət ponksiyasının her biri tünce katımlık muhakkım ve söhbətini ahırlaşkan bulur. Demek Amerika ile Qo'shma Shtatlar bilan Cungo o'rtasida 4 punksiya bo'yicha suhbat elib berishni 4-oyda bekitgan Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping ko'rishganda endi shuning 3i so'zlashib bo'lindi. Endi 4-si bu qatam Washingtonda 10-oyning 4-kuni boshlandi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar matbuot hamkorligini tashabbus qilgan mushu yil ichida hükümetsiz teşkilatlar kanunni maslahatlashadi. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cungo matbuot hamkorligini tashabbus qilgan mushu yilning ichida hükümetsiz teşkilatlar kanunini suhbatlashadi Cungo bilan. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Cungo o'rtasida jamiyat va ma'rifat ishlari suhbati Cungo Davlat Mahkamasining muavin vaziri Liu Yandong bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson o'rtaq riyosatchilik qilib, ikki rahbar, ya'ni ikki taraf birlashma bayonot e'lon qilib, ma'rif jamiyat taraqqiyoti, fan texnika qatorliq 7 soha bo'yicha ko'plagan natijalarga erishganligini ko'rsatdi. Cungo taraf munavvar amerikalik o'quvchilarning Cungoda qisqa muddatlik o'qishni ta'sis qiladigan bo'ldi. Kelgusi 4 yil ichida 10,000 o'quvchini o'qish mukofoti bilan ta'minlab, amerikalik munavvar o'quvchilarning Cungoga kelib qisqa muddat o'qishiga ilhom berish. Her yili ikki davlatda Amerika Cungo yoshlari ixtiro, ijodiyat musobaqasi o'tkazish va yangidan Amerika Cungo yoshlari ijodiyat almashtirish markazi ta'sis qilish, ijodiyat va ixtiroga ilhom berish. İki taraf yana Cungo'nun sırtidagi hükümetsiz teşkilatlarını Cungo'nun ichki qismidagi faoliyatlarini boshqarish qonunni muhokama qilib, bu qonunni ijro qilishning Amerika'nın hükümetsiz teşkilatlarının qonun bo'yicha Cungo'da faoliyatlarni qanoat yaydirishiga ta'sir yetkazmasligi qo'shildi. Amerika taraf yil oxiridan burun Cungo taraf bilan bu qonunni maslahatlashadi. Bu cümlelerge, bu gaplarga dikkat qilingizmi vatandoshim. Biz hozir uzundan beri bu to'g'rida so'zlab kelyapmiz. Cungo Amerika munosabati nega bordi degan savolni taqa qo'ymadik. Cungo Amerika munosabatiga bog'liq mushu maslahatni, mushu leksiyaga ortiqcha diqqat qilishingizni umid qilaman vatandoshim. Oxiri quloq soling. Uningdan boshqa Amerika taraf futurishda mundaq tilga oldi. Dikkat. Devlet işler katibi Tillerson suhbat jarayonida masalani mundaq o'ttirib qo'ydi.
Li Yandong bilen Amerika'da Devlet İşler Katibi tellerisi söhbet ötközgende meseleni o'ttirg'a mundaq qo'ydi. Jungo Amerika iki devlet fuqarolari universal matbuotlar orqali o'zaro o'rganish qiladi. Cümleden basma matbuotlar, radio, kino hamda elektronlik matbuotlar orqali o'zaro o'rganish qiladi. Kelar yili o'tkaziladigan jamiyat ma'rifat ishlari suhbatiga mushu sahada matbuot kechiringlar suhbatiga matbuot sohasida hamkorlashish mazmuni kirgiziladi. Jungo fuqarolarining texnik keng doiralik chet el matbuotlari bilan uchrashishi umid qilinadi. Lekin Jungo tarafning uchrashida bu mazmun tilga olinmadi. Hurmatli vatandoshim, yana bir diqqat qiling, bu tuvandagi abzasni men sizga qayta o'qib beray. Diqqat qiling vatandoshim. Uningdan boshqa Amerika taraf uchrashda mundaq tilga oldi. Jungoning Maun davlat vaziri Li Yandong bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson Washingtonda o'tkazgan suhbatda bu qatim buningdan boshqa Amerika taraf uchrashda mundaq tilga oldi. Davlat ishlar kotibi Tillerson suhbat jarayonida masalani mundaq o'tirib qo'ydi. Jungo Amerika ikki davlat fuqarolari universal matbuotlar orqali o'zaro o'rganish qiladi. Cümleden basma matbuotlar, radio, kino hamda elektronlik matbuotlar orqali o'zaro o'rganish qiladi. Kelar yili o'tkaziladigan jamiyat ma'rifat ishlari suhbatiga matbuot sohasida hamkorlashish mazmuni kirgiziladi. Jungo fuqarolarining texnik keng doiralik chet el matbuotlari bilan uchrashishi umid qilinadi. Lekin Jungo tarafning uchrashida bu mazmun tilga olinmadi. Diqqat qildingizmi vatandoshim? Ishlardan kelib o'tadi.